Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda jiddiy. 11 yildan dafn etish tartibi bo'yicha yangi qoidalar kuchaytirilgani, pensionerlar nomidan pul yechish, hujjatsiz dafn qilish, qabristondan joy olish va marhumning pensiyasi bilan bog'liq masalalarda ko'p odamlar xato qilayotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki har birimizning uyimizda ota-ona, buvi va yaqin qarindosh. Pensioner insonlar bor. Eng achinarlisi, ko'pchilik qonunni bilmagan uchun keyin jarima, tekshiruv, pensiya qaytarish talabi yoki hatto huquqiy muammo bilan yuzma-yuz keladi. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oddiy tilda tushuntirish uchun chiqyapman. Nimalar taqiqlanadi, nimalar mumkin, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Marhum pensionerning puli, pensiyasi, bank kartasi, dafn puli va qabriston hujjatlari bo'yicha qanday yo'l tutish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nuanslar odatda mayda joylarda yashiringan bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi huquqiy va ijtimoiy mavzularni men oddiy odam tushunadigan qilib izohlab beraman. Avvalo bitta narsani aniq aytaman. Barcha pensionerlarga dafn etish taqiqlanadi degan gapni to'g'ridan to'g'ri shunday tushunmaslik kerak. Hech kim pensioner vafot etsa, uni dafn etishni taqiqlayotgani yo'q. Gap boshqa joyda. Yangi tartibga kuchaytirilgan nazorat asosan 3 ta masalaga qaratilgan. Birinchisi, marhumning hujjatlarsiz dafn qilish. Ikkinchisi, pensioner vafot etgandan keyin uning pensiya kartasidan pul yechish. Uchinchisi, qabristonlarda joy ajratish, dafnni ro'yxatga olish va sanitariya qoidalarini buzish. Ilgari ko'p joylarda hammasi og'zaki kelishuv bilan hal bo'lib ketardi. Masalan, odam vafot etdi, qarindoshlar mahalla bilan gaplashdi. Qabriston mas'uli bilan kelishdi, tezda dafn qilishdi. Keyin bir necha kundan so'ng hujjatlarni rasmiylashtirishdi yoki umuman unutib yuborishdi. Yoki pensionerning bank kartasi farzandining qo'lida bo'lgan. Odam vafot etgach, baribir bu pul otamizniki edi. Dafn xarajatiga ishlatamiz deb kartadan pul yechib olishgan. Ba'zan 1 oy, 2 oy, hatto undan ham ko'proq muddat marhum nomiga pensiya tushib turgan. Qarindoshlar esa undan foydalanishda davom etgan. Endi bunday holatlarga qarash ancha jiddiylashmoqda, chunki davlat tizimlari bir-biriga bog'lanmoqda. O'lim qayd etilgan zahoti FHDYO tibbiyot muassasasi pensiya organi, bank va boshqa idoralarda ma'lumot almashinuv tezlashadi. Agar o'lim sanasidan keyin pensioner nomiga pensiya tushsa yoki kartadan pul yechilsa, bu alohida tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun aniq tushuntiraman. Qaysi pulni olish mumkin? Qaysi pulni olish mumkin emas? Daf pulini qanday rasmiy olish kerak? Marhumning kartasi bilan nima qilish kerak? Oldin odamlar ko'pincha quyidagicha ish tutardi. Pensioner vafot etdi. Uning kartasi uyda turibdi. Farzandi pin kodini biladi. O'lim bo'lgan kuni yoki ertasi kuni bankomatdan pul yechadi. Oila bu pul dafn marosimi, kafan, transport, qabriston ishlari, mehmon kutish uchun kerak deb o'ylaydi. Insoniy tomondan buni tushunish mumkin. Lekin huquqiy tomondan qaralsa, marhum vafot etgandan keyin uning nomidagi bank kartasidan boshqa odam foydalanishi xavfli holat hisoblanadi. Chunki karta egasi endi tirik emas, u operatsiyaga rozilik bera olmaydi. Hatto karta farzanda bo'lsa ham, pin kodni o'zi bergan bo'lsa ham, vafotdan keyin bu avtomatik ruxsat degani emas. Yangi tartibning mazmuni shundaki, oila dafn xarajatlarini qoplash uchun belgilangan nafaqa yoki yordam pulini rasmiy yo'l bilan olishi kerak. Ya'ni marhumning kartasidan yashirincha pul yechish emas, balki o'lim haqidagi guvohnoma, ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va kerakli ma'lumotlar bilan tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Agar marhum pensioner bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi ham o'lim sanasigacha hisoblanadi. O'limdan keyingi davr uchun ortiqcha to'langan summa bo'lsa, u qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Otaxon 10 iyul kuni vafot etdi. Uning pensiyasi har oyning o'rindeqi sanasida kartaga tushadi. 15 iyul kuni karta hisobiga to'liq oy uchun masalan 1.200.000 so'm tushdi. Farzandi bu pulni ko'rib otamizning pensiyasi-ku deb yechib oldi. Lekin bu yerda muammo bor. Otaxon oran iyulda vafot etgan. Demak, oran iyuldan keyingi davr uchun to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa qaytariladi. Agar qarindoshlar pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'lsa, keyin qarz sifatida qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir misol.
onaxonning kartasida avvaldan yig'ilgan 3 million so'm bor edi. U kishi vafot etganidan keyin nevarasi bankomatdan 2 million so'm yechdi. Bu pul aslida onaxon tirikligida to'plangan pul bo'lishi mumkin. Lekin baribir vafotdan keyin hisobdagi pul meros masalasiga aylanadi. Uni kim olishi mumkin? Faqat qonuniy merosxo'rlar belgilangan tartibda notarius yoki bank talablar asosida. Shuning uchun karta menda edi, demak pulni olsam bo'ladi degan fikr juda xavfli. Eng avvalo pensionerlarning farzandlari va qarindoshlar xavotirli bo'lishi kerak. Ayniqsa ota-onasining bank kartasi o'zida turgan, PIN kodini biladigan, pensiyani o'zi olib beradigan odamlar ehtiyot bo'lishi zarur. Men ko'p uchratadigan holat, pensioner yura olmaydi. Farzandi har oy pensiyasini yechib keladi. Bu tiriklik paytida agar pensionerning roziligi bo'lsa, amaliy jihatdan tushunarli. Lekin vafot sanasidan keyin biror operatsiya qilish mutlaqo boshqa masala. Ikkinchi guruh dafn marosimini tashkil qiladigan qarindoshlar. Ular marhumning hujjatil ma'lumotnomasini, o'lim qaydini, qabristonga dafn qilish ruxsatini tartib bilan olishlari kerak. Avval dafn qilamiz, keyin hujja qilamiz degan yondashuv endi ko'p muammo tug'dirishi mumkin. Albatta dafnni kechiktirib bo'lmaydigan diniy va insoniy jihatlar bor. Lekin kamida tibbiy o'lim ma'lumotnomasi va mahalla yoki mas'ul tashkilot bilan rasmiy kelishuv bo'lishi kerak. Uchinchi guruh yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Agar bunday inson vafot etsa, qarindoshlari uzoqda bo'lsa, qo'shnilar yoki tanishlar dafn ishlariga aralashadi. Mana shu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Qo'shni marhumning kartasini olib pul yechishi, uyidan pul topib ishlatishi, keyin dafga sarfladim deyishi mumkin. Lekin buni isbotlash qiyin. Shuning uchun yolg'iz pensionerlar tirikligida ishonchli odamni belgilashi, hujjatlarni tartibga keltirishi, vasiyat yoki ishonchnoma masalasini oldindan o'ylab qo'yishi yaxshi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hamma ishni rasmiy qilayotgan bo'lsangiz, marhumning kartasiga tegmagan bo'lsangiz, o'lim guvohnomasini olgan bo'lsangiz, dafn xarajatlari bo'yicha belgilangan tartibda murojaat qilayotgan bo'lsangiz, xavotirga hojat yo'q. Yangi qoidalar halol va tartibli ish qilayotgan odamni jazolash uchun emas, balki suiiste'mol, firibgarlik, hujjatsiz dafn, noqonuniy to'lovlar va ortiqcha pensiya olish holatlarini to'xtatish uchun kerak. Birinchi vaziyat, marhum pensioner 11-iyul kuni vafot etdi. Oilada 4 nafar farzand bor. Katta o'g'il kartani olib, daf xarajatlar uchun 5 million so'm yechdi. Keyin boshqa farzandlar nega bizdan so'ramadingiz, bu meros pul edi deb nizo chiqardi. Bunday holatda bankdan pul yechilgan sana, bankomat videosi, karta operatsiyasi, o'lim sanasi tekshirilishi mumkin. Katta o'g'il dafga ishlatdim desa ham, xarajat ro'yxati guvohlar bo'lmasa isbotlash qiyin. Natijada oilaviy nizo sudgacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Pensiona 28 iyunda vafot etdi, lekin oila o'lim guvohnomasini kech oldi. Iyul oyida pensiya tushdi. Qarindoshlar uni ishlatdi. Avgustda pensiya organi ma'lumotni aniqlab, ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qildi. Oila biz bilmaslik deyishi mumkin, lekin bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun o'lim qaydini kechiktirmaslik juda muhim. Uchinchi vaziyat. Qabristonda joy ajratish uchun norasmiy pul talab qilindi. Oila qayg'uda bo'lgani uchun indamay berdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, joy rasmiy reyestrga kiritilmagan yoki boshqa odam uchun ajratilgan joyga dafn qilingan. Bu juda og'ir muammo. Yangi tartib bo'yicha qabristonda har bir dafn qayd etilishi, joy aniq ko'rsatilishi, mas'ul shaxs kim ekani bilinishi kerak. Shuning uchun men doim aytaman, og'zaki kelishuvga ishonib qolmang. Hech bo'lmaganda yozma qayd. Kvitansiya, ro'yxat yoki mas'ul shaxsning ma'lumotini oling. 4-vaziyat. Marhum pensionerning qarindoshlari chet elda. Qo'shnilar dafnni tashkil qildi. Uyda topilgan pulni sarflashdi. Keyin farzandlar kelib, pul qayerda? Kim ruxsat berdi deb so'radi. Agar hammasi yozib borilmagan bo'lsa, qo'shnilar ham noqulay holatda qoladi. Shuning uchun bunday vaziyatda mahalla ichki ishlar profilaktika inspektori yoki boshqa mas'ul shaxslar orqali dalolatnoma tuzish eng to'g'ri yo'l. Birinchi muhim noziklik. Marhumning pensiyasi bilan uning bankdagi shaxsiy jamg'armasi bir xil masala emas. Pensiya o'lim sanasigacha hisoblanadigan ijtimoiy to'lov. Bankdagi pul esa meros tarkibiga kirishi mumkin. Agar karta hisobida avvaldan pul bo'lsa, uni ham tezda yechib olaylik deyish noto'g'ri. Merosxo'rlar bo'lsa, ular o'zaro kelishishi yoki notarial tartibda murojaat qilishi kerak. Ikkinchi noziklik.
dafn uchun beriladigan yordam puli alohida tartibda olinadi. Bu pulni olish uchun odatda ariza beruvchi shaxsning pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim haqidagi guvohnomasi, marhum pensioner bo'lganini tasdiqlovchi ma'lumot yoki pensiya organidagi qayd, ba'zan bank rekvizitlari kerak bo'ladi. Hududga qarab talablar farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazida aniqlik kiritish lozim. 3. Noziklik. Dafn marosimi xarajatlari uchun qarindoshlar o'zaro pul yig'sa, buni ham oddiy yozuv bilan qayd qilib qo'yish foydali. Masalan, aka 2 million berdi, uka 1 million berdi, qiz 20 million berdi. Keyin dafn puli yoki marhumning hisobida pul rasmiy tartibda olinganda kimga qancha qaytarilishi kelishib olinadi. Bu oilaviy janjallarning oldini oladi. 4. Noziklik. Diniy marosimlar bilan rasmiy tartibni bir-biriga qarshi qo'ymaslik kerak. Dafn tez bo'lishi kerak, marhum hurmat bilan kuzatilishi kerak. Bu hammamiz tushunadigan masala. Lekin tibbiy o'lim qaydisiz, hujjatsiz, qabriston ro'yxatisiz ish qilish keyin marhumning oila a'zolariga ko'p tashvish keltiradi. To'g'ri yo'l shuki, mas'ul idoralar bilan tezkor aloqaga chiqib, eng zarur hujjatlarni rasmiylashtirib, keyin dafnni amalga oshirish. 5. Noziklik. Agar pensioner kasalxonada vafot etsa, hujjat olish tartibi bir xil. Uyda vafot etsa, biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Uyda vafot etgan holatda shifokor chaqirish, o'lim sababini qayd ettirish zarur bo'ladi. Agar o'lim sababi noma'lum bo'lsa, tanada shubhali belgilar bo'lsa yoki odam to'satdan vafot etgan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Buni oila nega bizni qiynashyapti deb qabul qilmasligi kerak. Bu tartib marhumning huquqi va oila xavfsizligi uchun ham kerak. 6. Noziklik. Pensioner tirikligida boshqa odamga ishonchnoma bergan bo'lsa ham, vafotdan keyin bu ishonchnomaning kuchi to'xtashi mumkin. Ko'pchilik aynan mana shuni bilmaydi. Masalan, ona qiziga pensiyani olish uchun ishonchnoma bergan. Ona vafot etgach, qiz ishonchnomam bor deb pul olishda davom etadi. Bu noto'g'ri. Ishonchnoma tirik shaxsning irodasiga asoslanadi. Shaxs vafot etgach, meros va boshqa tartiblar ishga tushadi. Endi eng muhim qism. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. 1. Qadam. O'lim holati yuz berganda darhol tibbiy xodimga murojaat qiling. Agar odam uyda vafot etgan bo'lsa, oilaviy poliklinika, tez yordam yoki hududiy tibbiyot xodimi orqali o'lim holati qayd etilishi kerak. Kasalxonada vafot etsa, ma'lumotnoma odatda shu muassasa orqali rasmiylashtiriladi. Bu hujjat keyingi barcha jarayonlarning asosi bo'ladi. 2. Qadam. O'lim haqidagi guvohnomani oling. Buning uchun FHDYO bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilinadi. Sizdan marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, tibbiy ma'lumotnoma, ariza beruvchining shaxsiy hujjati so'ralishi mumkin. Bu guvohnomasi pensiya, bank, meros, dafn puli va qabriston masalalarini to'g'ri hal qilish qiyin. 3. Qadam. Marhumning bank kartasiga tegmang. PIN kod sizda bo'lsa ham, karta uyda turgan bo'lsa ham, kartadan pul yechmang. Agar kartadan avtomatik to'lovlar ketayotgan bo'lsa, bankka murojaat qiling. Bankka o'lim guvohnomasi bilan borib, hisob holati va keyingi tartibni so'rang. Pul kerak bo'lsa, qarindoshlar vaqtincha o'zaro yordam qilib, keyin rasmiy dafn puli yoki meros tartibi orqali masalani hal qilgani xavfsizroq. 4. Qadam. Pensiya bo'limiga xabar bering. Ko'p hollarda tizim o'zi ma'lumot almashadi, lekin sizning xabar berganingiz ortiqcha bo'lmaydi. Ayniqsa pensiya yaqinda tushish kerak bo'lsa yoki ortiqcha to'lov bo'lish ehtimoli bo'lsa, oldindan aniqlashtiring. Keyin o'zlari bilib olishadi deb kutish noto'g'ri. Chunki keyin sizdan ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. 5. Qadam. Dafn puli yoki dafn xarajatlari uchun yordam bo'yicha murojaat qiling. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ro'yxatni oling. Odatda ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim guvohnomasi, marhum pensioner bo'lganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar pul bank orqali tushsa, bank rekvizitlarini tayyorlang. 6. Qadam. Qabriston masalasini rasmiylashtiring. Qaysi qabristonga dafn qilinadi, joyini kim ajratadi, qanday qayd qilinadi, mas'ul shaxs kim? Bularni aniqlang. Agar biror to'lov bo'lsa, albatta kvitansiya yoki yozma tasdiq so'rang. Norasmiy pul talab qilinsa, indamay berib yubormang. Qayg'uli paytda janjal qilish qiyin, lekin hech bo'lmaganda kimga, nima uchun
qancha berganingizni yozib qo'ying va guvoh bo'lsin. 7-qadam. Xarajatlarni yozib boring. Kafan, transport, qabr qazish, hujjat, marosim, ovqat, boshqa xizmatlar uchun qancha ketganini alohida daftar yoki telefoningizga yozing. Chek bo'lsa saqlang. Bu sizga keyin qarindoshlar oldida ham, dafn puli bo'yicha ham, meros nizolasi yuzaga kelsa ham yordam beradi. 8-qadam. Marhumning mol-mulki va puliga shoshilmang. Uy, yer, mashina, bank omonati, karta hisobidagi pul, qarzlar, kreditlar bo'lsa, hammasi meros tartibida ko'riladi. Notariusga murojaat qilish muddatlarini o'tkazib yubormang. Kimdir men katta farzandman, hammasi meniki yoki men qaraganman, shuning uchun pulni men olaman desa ham, qonuniy merosxo'rlar masalasi alohida tartibda hal qilinadi. 9-qadam. Agar kartadan pul yechib qo'yilgan bo'lsa, yashirmang. Darhol oilaviy kelishuv qiling, qancha pul yechilganini yozing, qayerga sarflanganini ko'rsating. Agar pul dafn xarajatiga ketgan bo'lsa, guvohlar va xarajatlar ro'yxatini tayyorlang. Eng yomoni hammasini yashirib, keyin bank yoki qarindoshlar orqali fosh bo'lishidir. Shunda ishonch ham yo'qoladi, huquqiy muammo ham kuchayadi. 10-qadam. Pensioner tirikligida oldindan tartib qiling. Bu og'ir mavzu, lekin juda zarur. Ota-onangiz bilan muloyim gaplashing. Hujjatlar qayerda turadi? Bank kartasi qanday? Omonat bormi? Qarz bormi? Kimga murojaat qilish kerak? Dafn istagi qanday? Bu gaplarni yomon niyat deb emas, balki oilani kelajakdagi chalkashliklardan himoya qilish deb qabul qilish kerak. Men ekspert sifatida sizga quyidagi xatolarni qilmaslikni qat'iy maslahat beraman. 1-si, marhumning kartasidan pul yechmang. 2-si, o'limni rasmiy qayd ettirishni kechiktirmang. 3-si, qabristonda og'zaki kelishuv bilan cheklanib qolmang. 4-si, boshqa merosxo'rlardan yashirincha pul yoki mol-mulkni olib qo'ymang. 5-si, hamma shunday qiladi degan gapga ishonmang. Hamma qilayotgan ish to'g'ri bo'lavermaydi, ayniqsa hozir nazorat kuchaygan davrda. Yana bir muhim jihat. Agar siz pensionerning pensiyasini har oy olib berayotgan bo'lsangiz, hozirdanoq tartibni o'ylang. Tirikligida pensionerning o'zi bankka borib, rasmiy ishonchnoma, qo'shimcha karta, vakillik yoki boshqa qonuniy usullar haqida maslahat olishi mumkin. Lekin vafotdan keyingi har qanday harakat alohida tartibga bo'ysunadi. Tiriklikdagi rozilik o'limdan keyingi meros tartibini bekor qilmaydi. Demak, 25 iyuldan boshlab dafn etish va marhum pensionerlarning to'lovlari bo'yicha eng muhim talab shuki, hamma narsa hujjat bilan rasmiy tartibda shaffof bo'lishi kerak. Pensionerni dafn etish taqiqlanayotgani yo'q. Taqiqlanayotgan narsa hujjatsiz dafn qilish, marhumning kartasidan o'zboshimchalik bilan pul yechish, o'limdan keyingi pensiyani ishlatish, qabriston joyini norasmiy yo'l bilan olish va qarindoshlar roziligisiz meros puliga tegish. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Hozirdan hujjatlarni tartibga keltiring. Bank kartalari va pensiya masalasini qonuniy yo'lga qo'ying. Dafn puli va meros tartibini bilib oling. Qayg'uli kunda odamning boshi ishlamay qoladi. Shuning uchun oldindan bilgan odam kamroq xato qiladi. Sizlarda shunday holat bo'lganmi? Marhumning pensiyasi, kartasi yoki dafn puli bo'yicha muammo chiqqanmi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham saboq bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men esa keyingi videolarda pensiya, meros, nafaqa va bank kartalari bo'yicha eng muhim mavzularni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.